Inson bilan tirikdir inson. Muhabbatda hayotning boshi, odamzodga baxsh etadigan odamlarning mehr quyoshi. Bu mashhur satrlar juda ham ko'p insonlar orasida mashhur bo'lgan, og'izdan og'izga o'tgan va bugungi podkastimizda debochasida biz bu satrlarni bejiz aytayotganimiz yo'q. Avvalo assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Efirda O'rtada begona yo'q podkastida ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz va mavzuga yuzlanamiz. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, kuzatuvchilarimiz. Haqiqatdan ham bizni dasturimizning nomi O'rtada begona yo'q, lekin mavzuyimizda sal bugun boshqacharoq Rustam aka. Bugun begonalashuvga urg'u beramiz. Marginallashuv haqida suhbatlashmoqchimiz. Demak, marginallashuv o'zi nima asoslarga ega va uning oqibatlari qanday va unga tashqi va ichki omillarning ta'siri haqida suhbatlashamiz. Suhbatdoshimiz demak, psixologiya fanlari doktori professor, mashhur tadqiqotchilarimizdan biri, sharqshunos Hazrat aka Jabborov. Akajon, xush kelibsiz. Rahmat. Xursand bo'ldim. Menda bir savol borda, Rustam aka, bir tibetlik coach deymiz-ku, bir ustozimiz bilan muloqot qilib turganimda har doim nima qilyapsan deydi. Hozir o'tirib o'zim ishlab o'tiribman desam, menga har doim bir inglizcha bir iborani aytadiki, social isolation damage for health and the brain deydi. Izolyatsiyalashish, yakkalanib qolish, ihotalanish bu miya uchun ham, sog'liq uchun ham zarar deydi-da. Lekin biz bugun aynan marginallashuv jarayonlariga duch kelyapmiz. Ayrimlar hattoki o'zidan yakkalanib qolgan, ayrimlar jamiyatdan yakkalanib qolyapti, ayrimlar ommadan yakkalanib qolyapti. Bu nima sababdan yuzaga kelyapti? Har qanday davrlarda bo'ladigan jarayonmi yoki misol uchun o'sha turli xil muammolar, iqtisodiy bir muammolar bo'lishi mumkin, boshqa muammolar ta'siridami? Rahmat Shod aka, mana bugungi mavzuyimiz aytsizlar, shu marginallashuv ma'nosi, agar etimologik ma'nosiga qaraydigan bo'lsak, chetda turgan odam, chegaradagi odam degan ma'noni bildirar ekan. Buni endi tarixi shu Amerikaga borib taqilyapti. 1920-yilda Robert Park degan sotsiolog 106 yil bo'lib qarang, mana shu masalani ko'targan. Amerikaga yog'ilib borgan muhojirlarni yangi amerikacha madaniy muhitga moslashish darajasini o'rganish davomida mana shu marginallashgan degan so'zni aytib o'tdi. Endi nega bugun biz bu O'zbekiston sharoitida bu haqida gaplashamiz? Mana xalq orasida yuramiz. Odamlar, ayniqsa katta avlod vakillari aytadiki, bugungi bolalarimiz boshqacha, bizdagi mehr-oqibat bularda ko'rinmaydi, bizdagi salom-alik yo'q bularda, oldingida bir-biriga odamlar ishonmay qo'ydi, qani qo'ni-qo'shnichilik degan gaplarni ko'p eshitamiz-da. Xalq orasidan shu gaplarni eshitamizki, buni agar yaxshilab qaraydigan bo'lsak, odamlar bir-biridan begonalashayotganga o'xshaydi. Qo'ni-qo'shni bir-biridan begonalashayotganga o'xshaydi. Qon qarindoshlar bir-biridan begonalashayotganga o'xshaydi. Va buni taktomiri baribir o'sha marginallashuvga borib taqalyapti. Endi mana buni marginallashuvni sotsiologlar boshqacharoq rakursdan qaraydi, psixologlar boshqacharoq, hatto iqtisodchilar ham o'rganadi buni. Endi mana shu boyagi Robert Park degan sotsiologni Evert Werner degan psixolog shogirdi bo'ladi. 1930-yilda bu The Marginal degan bir marginal shaxs degan katta bir nomdagi dissertatsiyasini himoya qilgandan keyin bu tushuncha ilm fanga kirib keladi. Ya'ni begonalashgan odam, yakkalangan odam degan ma'noda ijtimoiy qadriyatlaridan, madaniyatidan, ijtimoiy normalaridan, o'zi yashab turgan millatini ijtimoiy muhitidan uzoqlashayotgan odamni tushuntirishga harakat qiladi. Va endi bugun 106 yil o'tib biz bu masalani yana gaplashayotganimizga sabab mana bugun yana psixologlar bu masalaga juda jiddiy qarayaptiki, bugun axborotning ochiqligi ko'plab aholi turli qatlam vakillari, faqat yoshlar deb gapirishligimiz noto'g'ri hozir, hatto shu 50 yoshdagi odam ham virtuallashyapti, qo'lida gadjeti bor, shu 24 soatini bir 15 soatini telefonda o'tkazyapti. Virtuallashish, reallikdan uzoqlashish asta sekinlik bilan mana shu uni psixikasida, ruhiyatida ayrim bir ijtimoiy muhim hisoblangan ko'nikmalar, biz buni sotsial bilimlar, sotsial intellekt bilan bog'laymiz, emotsion intellekt deymiz. Odamlar bilan muloqot bilan, emotsional yaqinlik bilan, hissiy yaqinlik bilan, empatiya deymiz. Shunga o'xshagan holatlardagi yetishmovchilik oqibatida shaxslar aro munosabatdagi o'zaro ishonchni kamayishi, o'rtadagi mehrni kamayishligi,
o'zaro ishonchni kamayishiga oqibatida mana shunaqa deprivatsion ehtiyojlar yana o'sha odamlardagi begonalashishni yuzaga keltirayotgan ekan. O'shaning uchun bu masala muhim deb hisobladik. Endi qarang, misol uchun har bir davrlarda bekordan bekorga bir xil an'analar kelib chiqmaganda. Misol uchun yoshi katta misol uchun odamlarni ko'radigan bo'lsak, gap gashtaklar. Ayollarda ham, erkaklarda ham xuddi shunday to'ylar deylik, misol uchun urf tomoshalar, bular ham odamlarning qaysidir ma'noda begonalashuvini to'sib turgan, jamiyat bilan muloqotga o'rin yaratib berganda. Mana Amerika tajribasini aytdingiz. Haqiqatan agar bugun Amerikada qaraydigan bo'lsak, adashmasam 1 milliondan ziyod turli xil nodavlat, notijorat tashkilotlar bor. U hattoki shunaqa nimalar borki, odamlarga qo'shila olmay qolgan mayda qatlamlargacha ma'lum bir ularga nom topib, ularni qandaydir assotsiatsiyalar atrofida birlashtirib qo'yadi yoki qandaydir klublar, fan klublar deymiz, ana shu atrofida birlashtirishga davlat tomonidan bir tizimlar ishlab chiqilganda. Demak, o'ylangan ekan hamma narsa. O'ylangan, bekorga emas. Mana shu o'ylanganiga sabab ularda marginalashuv bizdan ancha oldin yuz berganda, begonalashish, o'shaning uchun ham ijtimoiy xizmatlar kuchaygan. Ya'ni inson o'zi eplolmagandan keyin, o'zi uddalab bilmagandan keyin u uchun uddalab beradigan, u uchun xizmat ko'rsatadigan ijtimoiy xizmatlar paydo bo'ldi, bekorga emas. Endi mana shu yerda marginallashuvni yana bitta rakursdan qarashligimiz kerak. Ijtimoiy madaniyatdan uzoqlashayotgan odamlar, o'zining madaniyatidan. Ijtimoiylashish degan masala borda bu yerda. Mana shuni biz psixologlar 3 ta bosqichda o'rganib chiqamiz. Ijtimoiylashuvni biz sotsializatsiya deymiz. Qayta ijtimoiylashuv degan tushuncha bor. Resotsializatsiya deymiz va ijtimoiylasholmayotgan yoki ijtimoiylashishni xohlamaydigan, o'ta marginallashgan, chuqur marginallashgan shaxslar bor. Buni desotsializatsiya deymiz. Ya'ni u o'zini madaniyatini yomon ko'radi. O'zini millati bilan uyaladi. O'zini tilda gapirishdan uyaladi. Qadriyatlarni eskilik sarqitga yo'yadi. Endi mana shunga o'xshagan narsalar bekor aytilmayapti. Sababi axborotning ochiqligi. Endi buni ham mutaxassislar aytyapti, mana tilimda aytilmayaptiki, madaniy uyg'unlashuv ma'lum darajadagi fuqarolik jamiyatining yemirilishiga, ma'naviy tanazzuliga yoki madaniy mutatsiyalarni yuzaga keltirayotgan ekan. Bu nima degani madaniy mutatsiyalar? Mana bir paytlar men o'zim ham eslayman, biz yoshlik paytimizda koreys filmlari paydo bo'ldi. O'zbekiston televideniyasida berildi. Buni ham qish san'ati, bir narsalar. Ko'plab yoshlar o'sha koreys do'stlarimizni obraziga o'xshab qoldi. Yurishlari shunaqa, soch prichoskalari shunaqa, kiyinishlari shunaqa. Demak, bu tabiiy jarayon bu. Madaniyatlar o'zlashtiriladi. Lekin marginallashuv mana shu ikkita madaniyat orasida qolib ketishlikni yuzaga keltiradi. Na yo'qlik, na buyoqlik. Chegarada deganida, u o'zbek bo'lib o'zbek emas, koreys bo'lib koreys emas. Shunga o'xshagan, demak, madaniy inqirozni yuzaga keltirishlik uchun ham bu ko'proq gaplashishlik kerak bo'lgan masalalardan biri deb hisoblayman. Endi qarang, biza 21-asrda texnologiya asrida yashayapmiz deyapmiz, Rustam aka. Lekin biz yana bir shunday bir asrda yashayapmizki, bu inson ongi uchun urushlar davri, kurashlar davrida ham yashayapmiz. G'oyalar kurashi, mafkuraviy poligon davrida ham yashayapmiz. Odamlar iqtisodiy bosimlarni odatda tez ilg'aydi, tez hayotida sezadi, lekin ma'naviy tarafdan, mayli ma'naviy desak qandaydir nima bo'lar, insonni ongi tafakkuriga qaratilgan g'oyalarni har doim ham ilg'ay olishi qiyin. Bu turli xil kinofilmlar ichiga yashiringan bo'lishi mumkin, turli xil bir madaniy tadbirlar ichiga yashiringan bo'lishi mumkin, g'oyalar ichiga yashiringan bo'lishi mumkin. Endi Hazrat aka bir savol bermoqchimanki, aynan boshqa davlatlar uchun ham qudratli davlatlar tomonidan ana shunday marginallashuv jarayonlarini boshqaradigan, unga ta'sir o'tkazadigan bir omillar ham, usullar ham ko'zga tashlanadimi? Albatta. Demak, hozir asosan mana men juda ko'plab davlatlarning tajribalarini o'rgandim. Juda ko'plab davlatlarda aynan shu marginallashuv masalasi haqiqatan ham juda dolzarb masala sifatida qaralyapti. Chunki mana odamlarning virtuallashishi axborot asrida kerakli muhim hisoblangan ijtimoiy bilimlarni inqirozni yuzaga keltirdi. Va mana shu ijtimoiy bilimlar inqirozi oqibatida odamlar qo'rquv, ijtimoiy fobiyalar yuzaga kela boshladi. Odamlardan qochadigan, introvertlar, chetda yashaydiganlar, odamlarda shubha qiladiganlar, shunga o'xshagan narsalar kuchaydi. Insoniyat ruhiyatida bu bitta O'zbekistonga tegishli emas, butun dunyoda kechayotgan tendensiyalardan bittasi. Qarab chiqsam, mana Yaponiyada hikikomora degan
atama bilan aytilar ekan, aynan o'sha jamiyatdan chetdagi uyda yashirilgan bola degan ma'noni bildirar ekan. Yaponcha, Yaponiyada juda kuchayib ketgan bu va o'sha ijaradagi ota, ijaraga ona, ijaraga yor degan narsalar bekorga emas. Mana hozir ijtimoiy tarmoqda to'layotibdi. Sababi umuman muloqoti kamayib ketishligi, muloqotga bo'lgan ehtiyoj kuchayib ketishligi oqibatida mana shunday marginallashuv, ijtimoiy begonalashish, buni oqibatida bilasizmi, insonni ruhiyatida juda kuchli bir inqirozlar ko'zga tashlanyapti. Qanday inqirozlar? Birinchi navbatda o'sha qat'iyatsizlik, apatiya deymiz psixologiya tilida, abuliya deymiz, irodasizlik, apraksiya deymiz, frustratsiya deymiz, ishtiyoqsizlik, ko'ngli bo'shashligi, hayotda ma'no topmaslik. Rustam aka, siz nigilizm dedingiz. Aslida nigilizmni kelib chiqishi shu marginallashuvga borib taqaladi. Chunki marginallashuv kuchaygandan keyin nigilizm paydo bo'ladiki, nigilizm hayotda birorta ma'no mazmun topolmaslik. Buni biz yana o'sha falsafachilar buni ekzistensial psixologiya deydi. Aslida ekzistensial psixologiya bilan qaraydigan bo'lsak, hayotda ma'no topish. Lekin marginallashuv hayotda ma'nosini yo'qotishligiga olib keladi. Buni oqibatida psixopatiya birinchi darajada, ikkinchi darajada sotsiopatiya paydo bo'ladi. Avvaliga inson o'zidan jahli chiqadi, o'zini yomon ko'radi, mansublik hissi yo'qoladi, daxldorlik hissi yo'qoladi. Mana loqaydlik, befarqlik haqida gapirdingizlar boya, o'sha narsa kuchayishligi oqibatida asta-sekinlik bilan bu jamiyatdan ham uzoqlashadi. O'zini millatini qoralashga boshlaydi, millatini eskilik sarqitga yo'ya boshlaydi. Va boshqa shunday vaziyatli insonlar uchun ayrim bir buzg'unchi g'oyalar bor. Mana kosmopolitizm haqida gapirsak bo'ladi, radikalizm, separatizm, ekstremizm, terrorizm, qancha buzg'unchi g'oyalar bor. Ularning asosiy xo'ragi shunday odamlar. O'zini topolmagan, yakkalangan, aniq maqsadi yo'q, o'zini ayni yashab turgan guruhidan uzoqlashgan, uni yomon ko'rgan, norozi bo'lgan, alamzada odamlar ularning asosiy xo'ragi. Va shunday odamlarni ular o'zini maqsad yo'lida bemalol ishlatishligi mumkin bo'ladi. Yoki bo'lsam Xitoyni men ko'rdim. Xitoy tajribasida tanping degan nom bilan atalar ekan. Marginallashuv tanping degani ishlamaydigan, yalqov, raqobatga kirishmaydigan inson degan ma'noni bildirar ekan. Ular juda yomon ko'rar ekan shunaqa insonlarni va uni begona sandirganda va mana shu begonalashish degan ma'noni yuzaga keltiryapti. Yoki Koreyada sampo degan ma'noni bildirar ekanda, Koreyadagi sampo marginallashuv oiladan voz kechish, oilaviy qadriyatlardan voz kechish, turmushga chiqishdan voz kechish, uylanishdan voz kechish kabi xususiyatlar bilan namoyon bo'lar ekan. Albatta endi mana shu davlatlarning tajribalarini qiziqib ko'rdim, qanday qilib kurashyapti. Birinchi navbatda mana boya Dilshod aka siz aytganingizdek, davlat marginalashgan odamlarni hayotga qaytarish, reabilitatsiya maqsadida ularni yangi kasb o'rgatish, ularga do'stlar topib berish, ularda hayotning ma'nosi uchun bir yangi bir narsalarga yo'naltirish, shu bilan bog'liq bo'lgan mexanizmlar bor ekan. Shu o'rinda ruxsat bersangiz, yaxshi mana hozir mavzular ko'tarilyapti. Bu marginallashuv ildizlari sizni gapingiz bo'yicha adashmasam 20-asr boshlaridan kelayotganga o'xshaydi-da. Balki buni ildizlari chuqurroqdir. Hattoki bizda ham bordir. Hozir men bir ikkita misol keltirmoqchiman. Masalan, bizni she'riyatimiz quyoshi Hazrat Mir Alisher Navoiyni bir qarasangiz odamiy ersang demagil odamiy oni kim yo'q xalq g'amidin g'amidilla, ya'ni odam bo'lsang san xalqi g'ami bilan yashagin, xalq g'amida yashamaydigan odammiz, odam sanamagin. Deyiladi, keyin bir qarasangiz mehr ko'p ko'rgizdim ammo mehriboni topmadim. Jonbasi qildim fido oromi joni topmadim. Men hammaga mehr ko'rsatdim, bir mehribon topmadim degan bir satrlarni o'qib qolasiz. Hazrat Navoiydek insonda qandaydir jamiyatdan begonalashuv hislari tarannum etilayotgandek bo'ladi. Albatta. Bunga qanday qaraymiz? Albatta, mana shu mavzuni tadqiq etishligim davomida ko'rdimki, bu hamma zamonlarda bo'lgan masalalardan bo'lgan. Hamma zamon. Hamma zamon. 20-asr Tizimga solinmagan. Ilmiy tizimga solinmagan, lekin bugungi kunda bu marginallashuv kuchaydi, ko'paydi. Sababi o'sha Alisher Navoiy davri yoki mana Amir Temur bobomiz ham aytadi, bir tadbirli lashkarni 1000 ta tadbirsiz lashkardan afzal ko'raman degani. Daxldor bo'lgan, ishini biladigan odam juda muhim, loqayd, befarq inson kerak emas, u xatar degan narsani aytganlar. Mana shu qarasak, marginallashuvni hamma o'zagini hamma zamonlarda ko'rishlik mumkin. Lekin bugun mana biz yashayotgan zamonda axborotning ochiqligi, virtuallashish marginallashuv uchun sensitiv xususiyat, ya'ni qulay.
buni palagini yozishga, bu rivojlanishiga, ildiz otishiga va buni oqibatlari yaqqol namoyon bo'ladigan davrga kelib qoldikda. Bu texnologiya bilan bog'liqmi? Albatta, texnologiya bilan bog'liq bu. Bu axborotni ochiqligi, bizani ko'p o'sha gadjetlarda o'tirishligimiz, har xil axborotlarni ko'rishligimiz, dezinformatsiyalarni ham qabul qilishligimiz oqibatida madaniyatlar kurashib ketadi. Nega bu davlat bunaqa, biz bunaqa? Mana shu yerda o'zini qadriyati, o'zini yashash tarzini himoya qilishdan ko'ra tezroq unga intilish, lekin ular buni qabul qilmasligi yoki o'shani qabul qilishga tayyor bo'lgani bilan na ular na bular oqibatida o'rtada qolib ketgan, arosatda qolib ketgan degan gapni yaxshi ham aytdingiz. Shunga o'xshagan demak holatlar bugun ko'proq. Ayniqsa chetga surishga aytib yurganda bor. To'g'ri, Rustam aka, mana texnologiya bilan bog'liq deganingizga Hazrat aka bir narsa yodimga keldiki, bundan 4-5 yil oldin talabalarim juda ko'p savollar bilan murojaat qilardi. Farzandlarim ham ko'p narsani so'rab turardi. Men uchun oddiy, lekin ular uchun notanish so'zlarni so'rashardi-da. Keyin yildan yilga o'sha so'rovlar kamayib ketyapti-da. Keyin e'tibor berib qarasam, bugun sun'iy intellekt, turli xil gadjetlarga o'sha savolni beryapti. O'sha zahoti javob qaytarib berilyapti. Javobni olyapti. Uni o'sha sun'iy intellekt epaqasini keltirib maqtayapti. Uni o'ziga yoqadigan gaplarni aytayapti. Uni rag'batlantirishga harakat qilyapti-da. Mana shunday texnologik jarayonlar ham marginallashuvni kuchayishiga menimcha olib kelyapti deb hozir siz gapiryapsiz, ko'z oldimda shu narsalar gavdalanyapti-da. Endi buni oqibatlari qanday bo'lishi mumkin? Odam texnologiyaga suyanib qolishini, odam haqiqiy mehrni hisobga olmasligi. Avval biz Rustam aka eslasangiz, bir 20 yil oldin bir do'stimizdanmi kimdandir maktub olsak qanday xursand bo'lar edik? Qo'lda yozilgan xatni qanday xursand bo'lar edik? Yoki birinchi maqolamiz chiqqanini eslang, o'sha gazetani siyohi kelib turgan gazetani qo'limizga olib, unda kichkinagina familiyamizni ko'rsak qancha xursand bo'lardik. Bugun qaysidir saytda chiqargan maqolamizdan unaqa rohatlanmayapmiz-da nazarimda. Gazetani hidi yo'qda. Ha. O'shanday tabiiylikdan uzoqlashish insonni yovvoyilashtirib qo'ymayaptimikan degan menda bir savol bor-da. Albatta, men Dilshod mana shu fikrlarga qo'shilamanki, mana biz psixologlar aytamizki, bugun virtuallashgan avlod, endi faqat yoshlar haqida gap ketmayapti. Yosh kattalar ham bor bu ishda, o'zimiz ham bor, bizda kerak bo'lsa. Yuzma-yuz gaplashishdan ko'ra telefonda gaplashishni afzal ko'ramiz. Nega afzal ko'ramiz? Ba'zi holatlarda gaplashishimiz ham kelmaydi. Nega telefonda gaplash osonroq tuyuladi? Chunki u yerda biz hislarimizni yashirishimiz mumkin. U yerda qanaqadir mas'uliyat kerak emas. U yerda qanaqadir bir sizni ko'rib turmaydi. Lekin mana shuni ko'payishi, haddan ortib ko'payib ketishligi inson uchun muhim bo'lgan, real hayotda muhim bo'lgan. Baribir odamlar bilan yuzlashamiz, odamlar ichida yashaymiz, odamlar bilan gaplashib, jonli gaplashib, real gaplashib yurishligimiz, muloqotga kirishligimiz juda muhimda aslida. Endi virtuallashganimiz sari odamlardan qo'rqa boshlaymiz. Odamlardan uzoqlasha boshlaymiz. Chunki gaplashib bilmaymiz. Mana hozir ayrim bir navarlarimizga qarasak, yaxshimisan bolam, o'qishlaring yaxshimisan? Ha. Siz bilan qaytar aloqa yo'q. O'zingiz yaxshimisiz, sog'lig'ingiz yaxshimi demaydi. Nega? Chunki bilmaydi. Chunki u faqat o'sha gadjetda gaplashib yuribdi. Endi real hayotda gap faqat solib bersangiz javob beradi, robotga o'xshab boryapti-da. Quruqlashib boryapti. Va mana shu quruqlashish asta-sekinlik bilan jamiyatda makonni ichidagi uni mana shu real guruhidan mansubligini kamaytirib, virtual guruhdagi mansubligini kuchaytiradi. Qobig'iga o'ralib oladi. Ijtimoiy izolyatsiyalanadi. Oqibatda bu biz aytganimizda yakkalangan shaxs. Keyin aytadiki, mehr kerak, muhabbat kerak, ishonch kerak, muloqot kerak. Keyin aytadiki, meni hamma yomon ko'radi. Men qo'limdan hech narsa kelmaydi, men hech narsaga erisha olmayapman, meni hech kim tushunmaydi, meni hech kim eshitmaydi deyapti. O'shaning uchun ham men aytamanki, baribir texnologiyani bu yerda ma'lum darajada muhim roli bor. Albatta biz bu muhim kerak narsadan foydalanishimiz kerak, lekin me'yor normalar darajasida foydalanishimiz maqsadga muvofiq. Endi achchiqni achchiq kesadi deydi-ku, xuddi shunday bizda misol uchun bolalarda, yosh kattalarda kuzatyapmiz, misol uchun bu marginallashuv jarayoni jadal boryapti. Jadallashyapti tobora. Lekin uni ham o'sha texnologiya yordamida menimcha texnologiya orqali unga bas kelmasa, bas kelib bo'lmaydi.
uni muqobillarini, uni o'sha odamlarga bor foydasi tegadigan bir taraflarga qarab burish kerakda meni nazarimda. Agar bizga sog'lom tafakkurli odamlar kerak bo'lsa, biz sog'lom tafakkurli jamiyatni xohlar ekanmiz, bu masalaga oddiy qarashimiz kerak emas ekan. Endi mana hozir agar ijtimoiy tarmoqlarni o'zida tajribalar yotibdi, qarasangiz sinfdoshlar haqida relsda to'layotibdi, sila rahm, bir-biriga muhabbat haqida, oqibat haqidagi relsda to'layotibdi. Nega shunaqa bozorda shunaqa mahsulot ko'p? Demak, shu narsaga ehtiyoj bor. Bugun mehr oqibatga ehtiyoj bor. Sinfdoshlar oldingi sinfdoshlar emas, qarindoshlar oldingi qarindoshlar emas. To'g'risi, mana o'zimiz shu makonda yashayapmiz. Albatta vatanimiz bilan faxrlanamiz, lekin mahalla oldingi mahalla emas. Mana bir paytlar mahallani gap so'z bo'lgan, har bitta oila mahallani gap so'zidan qo'rqqan, ko'zidan qo'rqqan. Hozir aytyaptiki, jamoatchilik nazorati juda muhim bo'lgan va prezidentimiz ham har bitta chiqishlarida bugun jamoatchilik nazorati muhim narsalarga aytyaptilar, muhim bo'lishi kerak, odamlar daxldorlik bo'lishi kerak degan gaplarni bekorga aytmayaptilar-da. O'shaning uchun asosiy mexanizm bu yerda. Endi agar psixologik mexanizmlar ham bor. Bu yerda birinchi navbatda o'sha biza buni mikro, makro muhitlar bilan bog'laymiz. Birinchisi o'sha oila muhitida har bir a'zo eshitilishi kerak. Real holatda gaplashilishi kerak. Yuzma-yuz o'tirib, har kuni 1 soat, 1,5 soat hech bo'lmaganda samimiy gaplashilishi kerak. Gaplashilganda ham, suhbatlashilganda ham empatik tinglash, aktiv tinglash bo'lishi kerak. Empatik tinglash nima degani? Suhbatdoshini tushuntirish kerak-da. Unga xayrixoh bo'lish kerak. Men o'g'limni eshityapman, qo'limda telefon, gapiraver. Men eshitaman, gapiraver, eshitaman. Bu empatik tinglash emas, bu passiv tinglash. Yoki hali eshitmasdan turib unga reaksiya bildirish. Bu negativ tinglash. Demak, mana shunday tinglash, oddiygina muloqot, samimiy muloqot asosiy mexanizmlardan bittasi marginallashuvni bartaraf qiladigan narsalardan bittasi. Ikkinchisi o'zaro ishonch. Mana buni ham to'g'risini aytaman, men milliy tarbiya bo'yicha tadqiqotlarni amalga oshirganman, doktorlik ishimni himoya qilganman, muvaffaqiyatli Xudoga shukr. Bir paytlar bizga ota-onalarimiz odamlarga ishonish kerakligi haqida gapirardilar. Bugun to'g'ri, zamonni aybdor qilishimiz mumkin. Hozir ishonib bo'lmay qoldi, hech kimga ehtiyot bo'l, bolam, sumkamni ko'tarib olib borsa, laqqa tushib ketaverma degan gaplar ko'paydi. Oqibatda o'zaro ishonch kamaydi. Ota-ona farzandiga ishonmaydi. Farzand ota-onasiga ishonmaydi. Ana shu o'zaro ishonchning yo'qligi deprivatsiya ehtiyoji oqibatida marginallashuv kuchayadi. Agar biz shuni tiklaydigan bo'lsak, demak, marginallashuv o'z-o'zidan bartaraf bo'ladi degan narsa kelib chiqyapti. Endi Hazrat aka, har bitta narsani avval birinchi xavfi, xatarlari tahlil qilib ko'rinadi. Tahlil qilinadi. Agar shu masala uchun ma'lum bir ko'rsatkichdan oshib ketadigan bo'lsa, hattoki ekinga ortiqcha suv bersangiz, u zaharga aylanadi. Ortiqcha vitamin ko'p bersangiz, o'sha inson organizmiga ham, boshqasiga ham u endi boshqacha ta'sir qilishni boshlaydi. Siz jamiyatimizda agar misol uchun o'sha begonalashuvni, marginallashuv darajasini misol uchun eng yuqori ko'rsatkichi bir 10 ball deb oladigan bo'lsak, bugun qanday ko'rsatkich bizning jamiyatimizda qayd etilyapti? Mutaxassis nuqtai nazardan bir ramziy ibora bilan aytganda, xavf qizil bosqichga yaqinlashyaptimi yoki qizil bosqichdami? Shu 10 ballik agar tizimda oladigan bo'lsak, mana oxirgi 5 yilda ayniqsa o'sha sun'iy intellekt paydo bo'lgandan keyin, ChatGPTlar paydo bo'lgandan keyin o'zingizdan boya aytdingiz, savollar kamaydi, bekorga emas. Demak, biz kamida shu 6-bosqichda turibmiz. Buni ifodasini yoshlarimizni yoki oila a'zolarini xulq-atvorida namoyon bo'ladigan xususiyatlar, sifatlar bilan ham ifodalashimiz mumkin. Yoki ijtimoiy tarmoqlardagi mehr-muhabbat, oqibat haqidagi relslarni ko'payganligi bilan ham asoslasak bo'ladi. Nega ehtiyoj bor? Nega shunaqa relslar ko'payapti? Sababi demak shu narsa kamaygan. Sinfdoshlar haqida, do'stlar haqida, oiladagi o'sha er-xotin o'rtasidagi munosabatlar, filmlar ko'payaptimi? Demak, buni o'zi shuni gapiryaptiki, bozorda, ma'naviy bozorda mana shu narsaga ehtiyoj bor. Mehr-muhabbatga, ishonchga yoki biz aytayotgan o'sha insoniy munosabatlarga ehtiyoj borligini ko'rsatadi aslida. Shu o'rinda bitta savol, ijtimoiy tarmoqlar haqida gap ketdi. Mana ijtimoiy tarmoqlarda odamlarni birlashtiradigan narsalar, masalan, fojiaviy kontentlar. Masalan, kimdir haligi o'zini farzandini
mazasi yo'qligini olib chiqadi, unga bir haligi ehson sifatida yordam beriladi deydi va xalq qaysidir ma'noda birlashadi. Qo'ldan kelgancha yordamini beradi. Ha. Lekin bir g'alati bir paradoks borki, insonlarning baxtini ko'rsa, unga toqatsiz bo'lib boryapti. Bu nimadan? Bu ichidagi hasaddanmi yo boshqa narsami? Rahmat, juda yaxshi, xushli savol bo'ldi. O'sha savolning birinchi qismi haqiqatdan ham o'sha O'zbekiston misolida biz o'sha pandemiya paytida yoki Sardoba voqealari yoki Olot voqealarida, Shamol voqealarida ko'rdik haqiqatdan. Mana shunday bir xalqi boshiga kelgan sinov odamlarni umumiy bir harakatga aylantira oldi. Bitta xalq bo'lib o'sha paytda hamma bir-biriga mehrli. Yoki men shu ro'za Ramazon oyidagi tendensiyalarni kuzataman. Hamma bir-biriga muhabbatli bo'lib qoladi. Xo'p, endi boyagi narsani men aytamanki, ikkinchi qismi savolingiz, hasad bilan, havas bilan bog'liq bo'lgan narsani, buni men ko'proq bu yerda texnologiyani hissasi bor deyman, baxtli, baxtsizlar deyman bularni. O'zi aslida baxtli, lekin shunday gadjetga kiradida, kimdir baxtini ko'radi, Antaliyaga borib yuribdi oilaviy, darrov baxtsizlik his qiladi. Bu endi agar fiziologik jihatdan yondashadigan bo'lsak, bu gormonal o'zgarish bilan bog'liq. Masalan, kortizol degan gormon bor. Dopamin baxt gormoni, kortizol u tushkunlik, stress, agressiya, g'azabni, hasadni yuzaga keltiradigan. Aslida har qanday axborot, bu kattami, kichikmi, bu insonning ruhiyati bilan o'ynashadi. His-tuyg'ulariga ta'sir ko'rsatadi. Va ana shu yerda kimning ruhiyati barqaror bo'lsa, kimning ma'naviy ozuqasi baquvvat bo'lsa, ma'rifatli bo'lsa, ko'p kitob o'qigan bo'lsa, har qanday axborotga ham darrov berilmaydi, emotsionan tonlanmaydi. Havas qilsa qiladi, lekin hasad qilmaydi. Mana shu hasadni rostdan mana hozir psixologiya tadqiqotlar qilyapti. Hasad haqiqatdan ham kuchayganligini bizning mahalliy tadqiqotlar asoslab berdi, havasga nisbatan. Sababi nima deganingizda, buni tagida ma'rifatsizlik turibdi. Buni tagida ruhiy beqarorlik turibdi. Buni tagida o'sha kitobni kam o'qiyotganligimiz turibdi. Tarbiya bilan bog'liq bo'lgan masalalar mana shu hasadning kuchayishiga sabab bo'layotganligi aytyapti. Bu hasaddan xalqimiz orasida kundan-kun kuchayotgan agressiya shundanmi? Endi agressiyani qiziqqonligi, asabiyligi, ayniqsa yo'llarda yursangiz, hammamiz shakurimiz. Marhamat. Albatta, bu agressiyani biz o'zbekcha g'azab deylik. Jahlni yoki jahl deymiz. Mana xalqimizda bitta gap bor, jahl chiqqanda aql ketadi deb. Nega aql ketadi? Endi psixologik terminlar bilan aytsak, jahl chiqqanda inson emotsiyaga, hissiyotga beriladi. Aql bo'lsa o'sha jahlni bosadigan narsa. Lekin jahl chiqqanda emotsiya kuchayib ketsa, irratsionalizm deymiz, ratsionalizm pasayib ketadi. Shuni oqibatda odam nima deyotganini, nima qilayotganini bilmaydi. Endi mana shu jahlli chiqishi, g'azabnoklik yoki fan tilida agressiya deymiz, affekt holatlar deymiz. Bularning hammasi boyagi o'sha ma'rifatsizlik, ruhiy beqarorlik oqibati. Ruhiy tarbiyani yetarli yetishmovchilikdanmi? Ruhiy tarbiyani yetarli emasligi. Ruhiy tarbiya nima degani? Ruhiy tarbiya mana ota-onalarimiz bir paytlar bizlarni sabrga, qanoatga, shijoatga o'rgatgan. Mana ko'p xalq ichida yuraman, o'zim qiynalganman, bolam qiynalmasin deydi. Men aytamanki, to'g'ri, siz qiynalgansiz, mustahkam irodaga egasiz. Bolangizni lekin hozir hamma narsasini hal qilib, uni majbur qilib qo'yasiz. U ham sal qiynalishi kerak. Odam o'zini qiynamasa, prezidentimiz ham ko'p gapiradilar. Odam o'zini qiynamasa, birorta bir muvaffaqiyatga erishmaydi. Baxtli bo'lmaydi. Baxtning tagida ma'no yotibdi-da. Odam o'zi erishgan narsasidan baxtli bo'ladi. Kimdir ming qilib beradi, xursand bo'ladi, lekin u dopaminni his qilmaydi. Unda qaytaga kortizol kuchayib ketishligi mumkinki, mani nazar pisand qilmadi, mani qo'limdan kelmaydi deb otam hal qilib berdi yoki tog'am hal qilib berdi degan narsa qaytaga g'azab, qaytaga nima yoki ayrimlarda aksincha boqimandalik kuchayib ketadi. Loqaydlik, dangasalik kuchayib ketishligi mumkin. Bu insonda o'sha ruhiyati gormonal o'zgarish bilan bog'liq bo'lgan narsa. Bu ham o'sha jamiyatdan ihotalanib qolgan odamlar orasida ko'proqmi? Albatta, aynan o'sha marginallashgan, begonalashayotgan, ihotalangan, izolyatsiyalangan odamlar ichidan mana shu g'azabnoklik, agressiya kuchli. Nega? O'zi agressiyani Bas Larkin degan tadqiqotchilar olib kirgan fanga, ular aytadiki, agressiya bu birinchi navbatda himoya mexanizmi deydi. Insonning himoyasi. Aslida himoya uchun ishlaydi. Tashqi muhitga. Tashqi muhitga yoki unga yaqinlashgan xavfga nisbatan himoya reaksiyasi deydi. Lekin bu himoya reaksiyasini kuchayishi jamiyatda stereotipga aylandi. Bu stereotipizatsiya degan tushunchani hammamiz bilamiz, shablonga ega bo'lgan bir
modellar bu ish bera boshladi jamiyatda. Sal jahldor bo'lgan odamni ishini tez bitkazib yuboramiz. Shu ketsin, hozir jahl qilib, hamma yoqni nima qilib yozaman, chizaman deb odamlar o'rganib qoldi, sal peshonasini tirishtirib, qoshini tirishtirsa, ishim bityapti-ku. Demak, stolni urib qilib berasan desam qilyapti-ku. Mana shu agressiyani, sun'iy agressiya haqidagi bir stereotiplar paydo bo'ldi xalqimizda. Bu yomon aslida. Bu keraksiz narsa aslida. Inson yaxshilik bilan ham bitirsa bo'ladi ishini. Endi bir narsa, misol uchun odam rang ro'yiga qarab, misol uchun yuzidagi biror bir nuqsonni oynada ko'rib to'g'irlashi mumkin. Kuya tegib qolsa, bir narsa dog' tegib qolsa olib tashlashi mumkin. Xuddi shunday endi bu ichki jarayonlar qiyinda, Rustam aka. Uni misol uchun hammani ham ilmi, bilimi yetmaydi. Lekin bizda har bir odam bugun oynaga qaraganda nimaga qarab, meni marginallashuv darajam qanday ekan, men haddan tashqari mana shu marginallashib ketmayapmanmi degan savollarga nimadan javob topish mumkin? O'zini qanday test qilish mumkin? Albatta, juda yaxshi savol bo'ldi. Buni bizda simptomatika deymiz, belgilar, atributlar deymiz. Mana shu yerda men uni simptomatikasini ham tadqiqotlarda simptomlari asoratlari, belgilari o'sha oynaga qarab yoki o'zini tahlil qilib ko'rganda anglaydi. Birinchi marginallashuvni asosiy simptomlaridan bittasi men kimman degan savoliga aniq javob yo'qligi. Identitetlikni yo'qligi. Qo'limdan nima ish keladi? Qo'lingdan nima ish keladi? Ukam yoki o'g'lim siz bilmayman deyishlik. Xo'p, odamlardan qochish. Nega odamlardan qochadi? O'ylab ko'rish kerak-da. Muloqotdan qo'rqyaptimi yoki gaplashishni bilmaydimi? Xo'p, aytyapman yana, gaplashishni istamaslik, yolg'izlikka moyillik marginallashuv simptomlaridan bittasi deyapman. Ijtimoiy qo'rquvlar, fobiyalar, odamlar ichida yurishlikdan qo'rquv yoki bir kishi bilan aniq bir gaplashib ishni bitira olmaydi. Shunga o'xshagan yoki bo'lmasa mana mehrsizlik, introvertlik, izolyatsiya yoki his tuyg'uni yo'qligi, empatiyaning yo'qligi bular o'sha marginallashgan odamlarni belgilari. Empatiyaning yo'qligi nima degani? Hech kimni tushungisi kelmaydi. Mana bugun aytadiki, nega men odamlarni tushunishim kerak, ular meni tushunsin deydi. Nega men uni dardini eshitishim kerak, ular meni eshitsin? Buni tagida o'sha Freydizmda kelgan egoizm yotibdi. O'zbekcha xudbinlik deb aytamiz biz uni. Mana shu xudbinlik ham marginallashuvni belgilaridan bittasi hisoblanadi. Mana test qilganda mana shuni qarasa agar, endi bir test qilsa agar hozir hammamizda bir 80% shunaqa narsa chiqib qolyapti-da. Demak, mana shu begonalashish, yakkalanish, ma'naviy ozuqa haqida biz ko'proq gapirishimiz kerak-da. Ruhiy ozuqa haqida. Ruhiy ozuqa mana o'sha o'zimizni bularimiz, bobolarimiz bizani quchoqlagan, o'pgan, mehr bergan, kelajakda sen bunaqa bo'lishing kerak bolam, sen bilan faxrlanamiz, sen faloncha navrasi degan ot olib kelishing kerak, rahmat olib kelishing kerak degan gaplar bilan bizani tuyuntirgan, ruhiyatimizni baquvvat qilgan, ota-onamiz ham yaxshi ko'rgan. Endi bugun mana shu yaxshi ko'rishni ko'rinishlari o'zgardi. Hozirgi ota-onalar ham yomon ko'rmaydi. Yaxshi ko'radi, lekin yaxshi ko'rish nima bilasizmi? Men bolam 100 ming so'm pul bor, o'rtog'ing bilan bir mazza qilib ovqatlanib kelgan. Mana shunaqaga o'zgarib qoldi. Bola xursand bo'ladi, lekin dopamin juda kam. Undan ko'ra quchoqlab, "Seni yaxshi ko'raman o'g'lim, sen baquvvatsan, arsonimsan, sen ota o'g'il bo'lishing kerak, mendan ko'proq ishlar qilishing kerak, jamiyatingga foydang kelishi kerak" degan gaplarni aytib, quchoqlab, yelkasidan urib, kuching baquvvat, kuchlisan deb erkalab, shunaqa bir rag'batlarni, motivatsiyani kamayishligi oqibatida ozgina qiyinchilik oldida dunyo ko'ziga tor ko'rinishlik, ma'nosizlik, ma'noni kamligi, o'sha ekzistensial psixologiyada dedi-ku, inson har qanday qiyinchilikdan ham ma'no topishi mumkin-da. Yoshlar orasidagi jinoyatchilikni ko'rsangiz, men kutmagandim bolamdan, bunaqa bo'lishi mumkin emas deydi. Burnini tagida turgan bolasini ruhiyatda kechayotgan kechimini bilmagan, tushunmagan. Fojialar. Nega? Buni tagida e'tiborsizlik, nazoratsizlik turibdi. Ko'radi, asosan o'sha mana konstitutsiyamizda shunaqa bir masala qo'yilganki, mana ota-onaga farzand voyaga yetgunga qadar ham boqish, ham tarbiyalashga mas'ul degan joyi borda. Bugun yaxshi boqyapmiz-ku, o'sha tarbiyalash deganda, endi baribir shu tarbiyachilikni olib taqalamiz. O'sha qanday qilib tarbiyalash haqidagi narsalarni bugun ko'proq gapirishimiz kerak. Men yana bitta narsani ko'ramanki, turli xil sadizmga moyillik ortib borayotgan, mana hayvonlarga shafqatsizlik bilan
qarang bir videolar chiqib qoladiki, insonni eti junjikib ketadi-da. U hayvonga bo'lsin qilinayotgan shafqatsizlik. Men shunday holatlarga o'zim bir kichik kuzatuvlar olib borganman. Bola meni shakllanayotgan bir davrda, misol uchun yoshlar, o'smirlar o'rtasida bo'ladigan bo'lsa, meni shakllanyapti, u o'qish bilan namuna bo'la olmaydi odamlarga, tengdoshlariga. Boshqa bir kiyimi yoki qo'ldagi gadjeti orqali odamlarni bir e'tiborini torta olmaydi. Shunga endi unda mana shunday biqiq depressiya ostida, ong ostida yotgan turli xil orzu, istaklar yig'ilib borib uni umuman boshqa olamga yetaklayotgandek-da. Mana yaqinlariga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'layotganlarni ham orqasida mana shunday avvalambor yakkalanadi, o'zini dunyosiga tushib qoladi, men baribir tan olinmayman deydi. Ana o'shandan keyin unga baribir bo'ladi va aytamiz-ku, aziz, hech u uchun aziz narsa yo'q inson eng xavfli odam deb turib. Xuddi shunaqa. Sababi mana hech kim yaxshi ko'rmaydi deydi. Mana uyda hech kim eshitmaydi deydi. Demak, mana shunday izolyatsiyalangan bolalarda anglanilmagan, sezilmagan, qayd etilmagan bolalarda o'smirlik davrida mana shu sadizmga, mazoxizmga mayli kuchayib ketadi. Mazoxizm ham juda mazoxizmga ko'pchilik e'tibor bermaydi. O'zini bolalarini axlatxonalarga tashlab ketishi ayollarni. Bir savol bermoqchiman. Bu marginallashuv jinslar o'rtasida darajalari qanaqa? Erkaklarda ko'proqmi, ayollardami? Endi to'g'risi bu bo'yicha tadqiqotlarni men hali kuzatmadim. Balki uni ham bir farqi bordir. Uni albatta uni farqi bo'lishligi mumkin. Chunki har bitta o'sha bilamiz fandagi kategoriya jins kesimida, hudud kesimida, yosh kesimida o'rganiladi. Uni ham tekshirib ko'rsak, ma'lum darajada mumkin tafovutlar, ahamiyatli tafovutlar chiqishligi mumkin. Nimaga desangiz, mana shu suitsidlarni juda ham ko'p holatlari ayollar orasida bo'ladida. O'zbekiston sharoitida gapirsak, men o'zim ham tadqiqotlarda qatnashganman, loyihalarda O'zbekiston sharoitida xotin-qizlar o'rtasida suitsidal jihatlar ko'p. Endi bunga sabab ijtimoiy rol bilan bog'laymiz biz ko'pincha. Haqiqatan hamma narsani yechimi ilmda. Biz bugun jamiyatda qandaydir muammo yuzaga kelayotgan bo'lsa, uni faqatgina unga keskin chora ko'rish nuqtai nazari bilan emas, o'sha narsani biz oqibatlari bilan emas, sabablari bilan kurashni boshlasak, bunda ko'p narsaga erishishimiz mumkin. Aynan misol uchun bugun yuritilayotgan siyosatda ko'p narsalarni ko'ryapman-da. Biz anchadan beri uyushmagan yoshlar bilan ishlash deb turib e'tibor qaratyapmiz. To'g'ri, lekin bu hamma joyda ham ilm bilan olib borilyapti deyish qiyin, formalniy. Chaqirasan, suhbatlashasan, qo'yib yuborasan. Har zamonda chaqirib turishingni o'zi ham bir tarbiya degandek. Lekin bolalar tarbiyasiga, ayniqsa u voyaga yetmagan bolalar, uni xulqi, atvorida kuchli o'zgarish bo'layotgan bolalarni agar kuchli psixologlar bu narsaga jalb etilsa, iqtidorsiz bola bo'lmaydi albatta. Uni sabablari o'rganilib, unga aniq psixologik diagnoz qo'yilsa, ko'p narsaga erishish mumkin. Mana maktab o'quvchilari orasida ham afsuski ko'p illatlar bo'y ko'rsatyapti-da bugun. Nima uchun maktab psixologi bor? Siz yaxshi bilasiz Hazrat aka. Maktab psixologi bor. Lekin ularni agar qilayotgan ishini samaradorligini olib qaraydigan bo'lsak, jurnal to'ldirish. Lekin shuncha psixolog 10 mingtadan oshiq maktab bo'ladigan bo'lsa, har bittasida o'sha oylik olayotgan odamlar nima hisobiga oqlab olyapti? Ular aslida qanday bo'lishi kerak? Shod aka, shunga ozgina to'xtalib o'taman, ruxsat bersangiz. Birinchi navbatda bu tashkiliy masala bilan bog'liq bo'lgan masala. Mana shu 1994-yilda psixologik ta'lim va psixologik xizmat ko'rsatish nizomi ta'sis etilganda, shunda bitta psixolog 350 kishigacha, bu endi xalqaro tajribaga tayinlanganda 350 kishigacha odamga xizmat ko'rsatish mumkin deyilgan. Bugun endi bitta narsa yechilmay qolyapti. Mana shu bitta maktabda 1000 tami, 2000 tami, 3000 ta o'quvchi bo'lishidan qat'iy nazar bitta psixolog shtati berilgan. Mana shu yerda psixologlar endi faqat bilasizmi, pajarni nimaga o'xshab qoldi. Faqat signal bilan ishlaydi. Endi u ham shunaqa ish, kaskad usulda ishlashga o'tdi. Murabbiylarni yig'adi. Qaysi o'quvchingda nimadir mana shunaqa simptomlarni sezsang menga aytasan deydi. U faqat o'sha signal bilan ishlaydigan xodimga aylanib qoldi. Endi buni ham tashkiliy tomonlar ko'rilyapti. Ya'ni jismoniy tomondan ulgurmayapti. Endi u psixologmi, u pedagogmi? Afsuski maktablarda ko'pchiligi bir boshqa mutaxassislikda olgan, qayta malaka oshirish deyiladi. Ozroq muddat o'qiydi-da, psixologga aylanib qoladi go'yoki. Psixolog degan kasbni qadri qolmadi bugun.
kim ko'pchilik kechirasizlar-ku, jurnalistikada o'zini topolmagan, pedagoglik qo'ldan kelmagan bir xil odamlarni bilaman, mayli ismini aytishda o'zimga ep ko'rmayman. Psixologman deydi, uni o'ziga yarasha mijozlari bor-da tag'in. O'zi aslida buni o'zi psixologga muhtoj. Endi bunga ham bir qiziq narsalar aytyapsiz. Rostdan ham shunaqa aslida. Bunga ham o'sha jamiyatning ehtiyojida, bugun yaxshi psixologlarga ehtiyoj juda kuchli. O'shaning uchun ham ko'pchilik nega psixolog bo'laman deyapti, bu sohada non ko'proq. Lekin aslida biz mana hozir psixologlar, fundamental psixologlar, naushniy psixologiya bilan amaliy psixologiya o'zi ikkiga ajralib qolgan O'zbekistonda. Ko'p gaplashyapmiz bu haqida. Albatta o'sha amaliy psixologlar fundamental psixologiyaga asoslanganda siz aytganingizdek xo'ja ko'rsinga psixolog bo'lmasdi. Yoki xalqimizning haqli ravishdagi e'tirozlarga sabab bo'lmasdi. Shuning uchun bu masalalar ham bor, yo'q emas. Buni ham aytishimiz kerak. Lekin bu yerda men aytamanki, mana sharq mutafakkirlariga qarasak yoki biz endi shu baribir Amerika psixologiyasiga qaraymiz ko'pincha, beharavizm degan narsalar. Ular aytadiki, har bitta aqlli ota-onani ikkita yaqin do'sti bo'lishi kerak. Bitta pedagog, bitta psixolog deydi. Mana shu narsalarni kuchaytirishimiz kerak. Bolaning xulqida namoyon bo'layotgan narsani o'zi bilmaydi ota-ona, albatta pedagogga, psixologga aytishlik kerak, ular maslahatlashish kerak. Shunda mana bunday marginallashuv, nigilizm yoki har xil bizga gaplashayotgan o'sha g'oyalarni ertaroq profilaktikasiga erishgan bo'lardik. Hozir siz jiddiy masalani ko'tardingiz. Ya'ni ota-ona va pedagog o'rtasidagi do'stlik munosabati, afsuski hozir jamiyatda aksariyat ota-onalar ustozlarni o'ziga do'sti bilmaydi. Shuni oqibatida tarbiya buziladi. Borib ustozga qo'l ko'taryapti, farzandlar qo'l ko'taryapti. Ilgari bu boshqa dunyo bo'lgan, mana bilasiz o'zingiz. Juda o'rinli gap, haqiqatdan ota-ona ustozi bilan do'st bo'lish kerak. Gap bir joydan chiqishi kerak. Albatta. Bugun shunday psixologlar ko'payganki, shunday aytayaptiki, bittasi gapidan bir misol keltiraman. Har kuni deydi, kayfiyatingiz yo'q, siz omadsizmisiz? Ertalab oyna oldiga boringda, men baxtliman, men boyman deb 100 martadan ayting. 100 martadan ayting deydi, qani effektini ko'rasiz deydi. Unda bittasi chiqib, men buni effektini o'zimda sinab ko'rdim. Menga kutilmagan joydan pul kelishni boshladi deydi. Lekin aslida haqiqat shuki, oynaga qarab 1000 marta men boyman, men baxtliman demaysanmi? Kallangda bir narsa bo'lmasa, cho'ntagingda bir narsa bo'lmasa, o'zingda kasbi koring, hunaring bo'lmasa, hech qachon boy bo'lmaysan, hech qachon baxtli bo'lmaysan degan achchiq gapni odamlar yuziga aytadigan psixologlar kamayib ketdi-da. Endi bu masala ham juda qiziq masala. Yo, baxtli bo'lib qoladimi? Ongni ishontirish mumkindir. Odam o'zini o'zi gipnoz degan narsa bor, bilaman. Lekin uni 1000 marta takrorlasin, zamini bo'lmasa, o'sha so'zni ta'siri ketgandan keyin o'sha pufak qanday havo ketgandan keyin bo'sh bo'lib qoladi, o'shanday bo'lib qoladi-da menimcha. Yoki shundan boy bo'lib ketganlar bormi? Yo'q. U baribir mehnat qilmasa, layoqat qobiliyati bo'lmasa, u hech narsa bo'lmaydi. Faqat aytganingizdek, shu 1 soat, 2 soatga kayfiyati yetadigan o'sha dopaminni his qildi, 2 soatdan keyin yana u tushkun kayfiyatda yana u xafa o'tiradi. Lekin fikrni moddiylash, ustanovka degan narsalar bor. Baribir inson imkon qadar pozitiv bo'lish kerak, imkon qadar yaxshilikka gumonda bo'lish kerak, o'zini ruhan barqaror saqlashga harakat qilishlik kerak. Bu endi muqaddas kitoblarimizda ham aytadi-ku, avval sababini qil deydi. O'sha ekin misol uchun, o'sha joyga urug' qada, unga parvarish qil, ana undan keyin bir hosil kut. Avval o'qi, bitta sohada diplom ol, ishga kir, undan keyin natija kut. Xuddi shunday hech narsadan hech narsa, bor narsa yo'q bo'lmaydi, yo'q narsa bor bo'lmaydi. Ana shunday psixolog deganda odamlarimiz ham ajrata olish kerak-da. O'zi mavzuyimiz to'g'ri, mavzuyimiz sal boshqacharoq, lekin bu psixologiya bilan bog'liq-da. Shu uchun odamlarimiz ham duch kelgan psixologman degan odamga ergashmay, adashmasam bu bo'yicha qonunchilikda ham jiddiy bir talablar qo'yildi. 999-sonli qonun qabul qilindi 2023-yilda. Psixologik xizmat ko'rsatish bo'yicha juda jiddiy narsalar. Oldingida endi psixologlar xohlagancha konsultatsiyalar berib, sentrlar olmaydi. Odamlarimiz bugun jamoaviylikni kuchini ham his qilish kerak. Albatta. Kuch birlikda deymiz, kuch hamjihatlikda deymiz. Birlashgan o'zar. Mehr oqibatda deymiz-da. Ana shu nuqtai nazardan biz jamoaviylikni kuchi ham bir haqida gaplashsak-da, olomon kayfiyati, olomon psixologiyasi haqida emas. Umuman jamoa, ahli sunna val jamoat deydi-ku o'zimizda. Jamlangan odamlar degan ma'noni bildiradi. Xuddi shunday jamoaviylikni kuchi nimada?
unga qanday intilish kerak, unga qanday ega bo'lish kerak, odam jamiyatda o'rnini topishi uchun nimalarni qilish kerak, odam jamiyatdan qanday kuch oladi. Marhamat. Juda yaxshi masalani qo'ydingiz. Sababi marginallashuvni asosida turgan narsalardan bittasi bu. Chunki marginallashishning o'zi fuqarolik jamiyatining yemirilishidan ham oqibati yoki guruhga mansubligi kamayib borishligi. Bu yerda demak muhim narsa o'sha jamoatchilikka urg'u qaratilyaptiki, yoki xalqimizda aytiladigan maqollar bor, birlashgan o'zar, birlashmagan to'zar, bir yoqadan bosh chiqarib degan gaplar bor. Bo'lingan bo'ri yer, Arilgan ayiq yer degan gaplar bor. Demak, bekorga emaski, azaldan biz o'sha jamoatchilikka undalganmiz, buyurilganmiz, chunki jamiyatning ichida inson yakka o'zi bo'la olmaydi. Buni psixologik termin bilan men aytadigan bo'lsam, biz altruizm deymiz buni, altruistlar deymiz, vatanparvarlar deymiz, fidoyilar deymiz buni agar isroil bilan aytadigan bo'lsak, bunday insonlar o'zini manfaati bilan boshqalar manfaatini teng ko'radigan insonlar. Odamlarga foydam tegsin deb yashaydigan insonlar. Ana shunday harakatlar bugun kuchayishlik kerak. Endi mana iqtisodiy bir rivojlanish, iqtisodiy bir portlashlar ikkinchi o'sha egosentrizmga o'xshagan narsalarni ham olib kirdi. Faqat o'zim bo'lay, hammasi o'zimga bo'lsin degan narsalar ham yo'q emas bugun jamiyatimiz ichida. Mana bunday narsalar jamoatchilikka yoki guruhlarga bir zarba beradigan, ularni inqirozini yuzaga keltiradigan narsa. O'shaning uchun ham albatta o'sha biza farzandlarimizga tarbiya berayotganimizda shu atrofdagi odamlar bilan hisoblashish kerak degan narsani, ular bilan yashaysan, ular bilan bo'lishgin degan narsalarni ham ko'proq gapirishligimiz maqsadga muvofiqki, shundagina u alohida o'zi bir xudbinona harakat qilmaydi-da. Bu tizimli bo'lishi kerak. Albatta maktabdan misol uchun boshlanish kerak. Jamoaviy o'yinlar bo'ladi. Mana qarang, agar mamlakatimizda bugun bunda e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, hammasi bor. Aslida endi uni sal kuchaytirish kerak. Misol uchun o'sha maktablarda bolalar tashkilotlari bor. Ular faqatgina bayramda faollashib qolmasdan turli xil ijtimoiy tashabbuslarni ilgari surishsa, misol uchun oliy ta'limda bor Rustam aka faoliyat olib boryapsiz. Yoshlar yetakchisi qilib bekorga qo'yilmagan, mahallada bekorga o'tkazilma qilinmagan. Ko'pchiligi hisobotlar bilan cheklanib qolyapti-da. Aslida mana hozir men bir ko'p eshitardim. Milliy bog'da bir yoshi katta ayollar ertalab chiqib borib jismoniy tarbiya mashqlari bilan shug'ullanish haqida bir hamkasblarim lavhalar qilishganda. Mana shunday yoshi katta bir ayollar o'zlari uyushgan holda bir jismoniy harakatlarni qilib borishsa, ertaga u kelini bilan nima qilib o'tirmaydi, urpichoq bo'lib o'tirmaydi agar ertalabdan turib jismoniy sog'lom bo'lsa. Mana davlatimiz rahbari aytayaptiki, jamoalarda jismoniy tarbiya bilan shug'ullaninglar deb turib, sport bilan. Ayniqsa oliy ta'lim muassasalarida rosa hozir sportga katta urg'u berilyapti. Bu o'sha g'oyalarda odamni 1 soat mazza qilib, miriqib futbol o'ynaganda gashtini Rustam aka nimadan olish mumkin? Buni energiya, umuman boshqa narsa bu. Inson baribir inson bo'lib qolishi kerak. Hayotga keldimi, o'z oldiga katta maqsadlar qo'yib, unga erishish uchun mehnat bilan inson o'zini hayotini quradi. Mozidan kelajak baxt bir afsona degani menimcha shu mehnat bilan erishiladi degani bo'lsa kerak, Rustam aka. Yana shu she'riyatga ishora qilyaptilar. Endi ruxsat bersanglar, bir shu mavzudan kelib chiqib turib, bizni Toshkentdagi yer osti saltanati juda ham bir ajoyib saltanat, ya'ni metropoliten aytyapman. Va metropolitenda bir mashhur yozuv bor. Iltimos suyanmangiz degan. Shundan kelib chiqtirib, kamina bir paytlar ilhomlanib quyidagi she'rni yozganman. Metro, vagon, eshik oynasida bir jumla bor, eslang, ko'p o'ylanmangiz. Ha, o'sha o'rindiq yonginasida yozilgan iltimos suyanmangiz. Bu-ku ma'muriyat savobli ishi, yo'lovchi nafi deb uni bitarlar, va lekin ko'p holda aksari kishi eshikka suyanib befarq ketarlar. Mayli tanqid nechun azizim sizga, shundoq ham tanqidga gazetlar to'ldi. Qo'rqaman, lek bir kun bir-birimizga iltimos suyanmang demasak bo'ldi. Bu she'r siznikimi-da? Men Mehr-Nozga deb yurar ekanman. Bu she'r juda mashhur she'r. Haqiqatan ham bizni kuchimiz birlikda, hamjihatlikda, hamjihat birlashgan xalq
katta maqsadlarni qo'yib unga albatta erishishi mumkin. Mana shu hamjihatlikka ko'z tegmasin deymiz. Har birimiz bir-birimizga, atrofimizga, yon-verimizga befarq bo'lmaylik. Jamiyat tinch bo'lsa, mahallamiz tinch bo'lsa, mahallada, jamiyatda bir barqarorlik hukm sursa, bundan har birimiz manfaatdormiz albatta. Bizga ajratilgan vaqt nihoyalab bormoqda. Hazrat Jabborov bizni bugungi suhbatdoshimiz bo'ldilar. Ustoz, sizga rahmat deymiz samimiy suhbat uchun. Ochildilar Rustam aka suhbatdoshimiz. Juda ham ochildilar. Biz ham ochilib ketdik menimcha. Albatta, chunki o'rtada begona yo'q. O'rtada begona bo'lishga yo'l qo'ymasligimiz kerak har doim. E'tiboringiz uchun tashakkur. Sog' salomat bo'linglar. Omon bo'linglar.